Reker video chiqaring deganlar bitta like. Reker qaytsin deganlar bitta like. Reker qaytsin deganlar shu kommentga bir like. Stop. Maqsad rekerning qaytarish. Like yo'q. WhatsApp nigga. Bu boylar. Sizlar bilan men Petro. Bugungi videoda biz rekerning qaytmasligini bilib olamiz. Albatta joylarga yaqinroq bo'lmasamiz boshladik. Rekerning video chiqarmaganiga 1 oy bo'ldi. O'sha deyarli 2 yil bo'ldi. Bilmadim endi nima video chiqarmayapti. Albatta Discordda aytgan gapini ustidan chiqa oladimi yoki da montajda o'tiribdim. Bilmayman, to'g'risini aytsam. Lekin albatta 2016-yilda qaytaman deb obro'z qoldirgan. Xullas do'stlar, biror kun qaytib qoladi. Rekerning qaytishiga ishonamiz. Hammamiz uning kommentiga kirib reker qayting deb yozsak, u qaytib qolar balki. Sizlar Telegram kanaliga o'tib yoki listasiga o'tib yozib qo'ysak qaytib qolar do'stlar. Albatta like bosib bo'lmaydi, unutmang. Hayır do'stlar, sog'lom bo'linglar. Yangi videolarda ko'rishguncha